Men bu holatni ko'rib вообще shok bo'ldim. Bitta klient yozdilar, menga sochimdan bo'lsang chiqarib bering, sochim juda ham yomon to'kilyapti deb yozdilar. Biz xo'p dedik, hammasini tushuntirib berdik ularga. Bo'ldi, olaman dedilar, faqat menga dastavka qilib olib kelib bera olasizlarmi dedilar. Yandeksdan ololmayman deb, o'zingiz olib kelib bera olasizmi dedilar. Biz ko'chaga chiqyotgandik, как раз shu payt. Ham bo'ldi dedik, bizga yaqin joy turar ekanlar. Keyin tashlab ketamiz dedik biz. Uylariga bordik, keldik. Keyin telefon qilyaptilar. 10 minut kutib tura olasizlarmi? Iltimos kutib turing. 10 minut qaynonam ko'chada chiqib gaplashib turibdilar, qo'shni bilan dedilar. Biz tushunmadik, hop mayli dedik. Keyin 10 minutdan keyin o'g'illarini chiqazib yuboribdilar. O'g'illardan berib yubordik. Keyin menga yozyaptilar bu yerda. Qaynonam umuman qarshi bo'ldilar. Sochimga nabor olaman desa. Sochim вообще yomon to'kilyapti. Oxiri erim ham gapirib yubordi. Sochingga qarasang-chi deb gapirib yubordilar. Lekin bu yerdan qaynonam umuman xo'p demadilar. Pulket qizim nima qilasiz? Mana o'zimizni qatuvlarda boshingizni yuving deb aytdilar. Xo'jayiningizga aytmaysam, xo'jayinim har doim baribir onam aytganini qildinglar. Oxiri o'zim hammadan bekitib sizdan nabor oldim, iloyim effektli bo'lsin deb aytib qoldilar. Men bu vaziyatni ko'rib to'g'risi juda ham g'alati bo'lib ketdim. Xuddi shu klientim ro'parasi 20 kundan keyin yozdilar. Rahmat, sizga sochim juda ham chiroyli bo'ldi. Sizga yangi sochlar o'sib chiqdi. Sochimni zo'r qilib berdingiz. Rahmat kattakon deb yozdilar.